Manchester United tarixida bitta o'yin borki, aynan shu o'yindan keyin Sir Alex Ferguson futbolchilar bilan bir hafta gaplashmaydi. Tasavvur qilasizlar, bir hafta ularni faqat ignor qiladi, hech qanaqa gap gapirmaydi. Xafa bo'lganda umuman gapirmay yuradi, chunki xafa bo'lishga arziydigan o'yin hisoblanadi. Bu haqda o'zini avtobiografiyasida ham aytib o'tgan Sir Alex, bu haqda futbolchilar ham gapirgan ko'p marta, bu haqda o'zi ham shu intervyuda aytgan. Kimdirlar bilar, kimdirlar bilmas, bilmaganlar uchun menimcha yaxshi ma'lumot bo'ladi. Hozir shu o'yinni ozgina vaziyatlarini tahlil qilamiz. Bu o'yin 2008-yilda bo'lib o'tadi. Angliya Kubogi chorak final doirasida Portsmutga qarshi o'yin. Vaziyatlar shunaqa ko'p bo'ladiki, bilmadim, bu vaziyatdan bunaqa vaziyatlardan bu tarkib ura olmasligi uchun menimcha faqat omad yetishmasligi. Rostdan ham o'sha kuni Manchester Unitedga umuman omad kelmagan. Umuman hech qanaqa taraflama omad kelmagan. Portsmut bo'lsa, menimcha butun faoliyatidagi omadini ishlatib qo'ygan bu jamoa. Nimaga gaplashib yuradi Sir Alex Ferguson? Buni eng asosiy sabablaridan biri qilib, shu kitobida ham yozgan. Aynan o'sha yili juda ham travel qilishni xohlaydi. Va aynan shu chorak finalda, Angliya Kubogi chorak finalda kuchli jamoalar deyarli qolmaydi. Ya'ni Chelsea ham chiqib ketadi. O'sha yilda eng yaxshilardan bo'lgan Chelsea ham bu kubokni chorak finalda tark etadi. Manchester United bo'lsa, Championship va APL o'rtamiyona jamoalar bilan qolib ketgan bo'lardi agar Portsmutdan o'tganda. Yog'iga chempion bo'lish ehtimoli ham juda katta bo'lardi. Bilasizlar, shu yil APL olingan, Chempionlar Ligasi olingan va tarixda ikkinchi marta treble qilgan murabbiy va bir jamoada ikki marta treble qilgan murabbiyga aylangan bo'ladi Sir Alex Ferguson. Shunaqa tarixiy voqelikda aynan shu o'yin ayirib qo'ygan. Aynan shu vaziyatda Thomas Kuchak qizil kartochka oladi va Portsmut gol urib, bu o'yinda yagona golligicha qolib ketadi. Vaziyatlar bo'lsa shunchaki ko'p, shunchaki o'sha yaqqol vaziyatlar juda ham ko'pki, sanab sanog'iga yetolmaysiz. Omadsizlik deb qarash kerak bunga, chunki bilmadim. Lekin Ferguson menimcha uni qaramagan, chunki bir hafta futbolchilar bilan umuman gaplashmagan. Menimcha arziydi, chunki treble qilishni ich-ichidan juda ham xohlagan, ya'ni tarixiy yana bitta natija qilishni. Afsuski bu narsa o'xshamagan.